Nima uchun TOEFL IBT testini topshirishingiz kerak? TOEFL IBT sertifikati dunyoning 160 dan ko'proq davlatlarda qabul qilinadi va O'zbekistonda ham bakalavr, magistratura, PhD doktoranturaga o'qishga kirishda tan olinadi. Bundan tashqari, TOEFL IBT sertifikatiga ega pedagog o'qituvchilarga qo'shimcha 50% ustama haq to'lanadi va ishga joylashda ham qabul qilinadi. TOEFL IBT testi IELTSga solishtirganda ancha kam vaqt talab qiladi, chunki atigi 2 soat ichida siz reading, listening, speaking, writing qismlarini topshirishingiz mumkin. Asl sertifikat 1 hafta ichida sizning ITS shaxsiy kabinetingizga yuboriladi va 2 yilgacha amal qiladi. Yana bir afzalligi, IELTSga qaraganda TOEFL IBT imtihonida savollar kamroq bo'ladi va bu nomzodlar uchun ancha qulaylik yaratadi. Imtihon kunidagi hayajon va stressni kamaytirish uchun faqatgina bizning nomzodlarga TOEFL IBT mock testini topshirishni bonus sifatida taqdim qilamiz. TOEFL IBT testini maxsus chegirma asosida topshirishni istasangiz, hoziroq ro'yxatdan o'ting va biz sizga maxsus o'quv dasturlarini ham taqdim qilamiz.